unda bunaqa masjid bo'lgan emas. Bu keng dalalik bo'lgan, Madinani tashqi tomoni bo'lganda, chunki Madina bundan buyuk bir qismda bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom mana shu joyda yomg'ir so'rab o'qiladigan namoz istisqoni o'qidilar va namoz o'qib tugatilmasidan necha vaqtlardan beri ko'rinmayotgan bulutlar osmonga chiqdi. Alloh taoloning taqdirini qarangki, bugun bulut masjidini ziyorat qilgan paytimizda Madina osmonida bulutlar turibdi. Bugun havo salqin. Hatto mana Abdurahmon kurtkalarini ham kiyib oldilar. Mana kurtkalarini, mana Muhammad Yusuf ko'p bitta man chaqaq qalaganman. Bulut keldi. Va sahobalar eslaydilarki, o'sha kuni biz uyimizga kirishga ulgurmadik va sharros yomg'ir ostida qolib ketdik. Shuning uchun bu masjidga qo'yilgan nom Bulut masjidi bo'lib qoldi. Yana tarixda buni ikkinchi bir nomi bor. Bu masjid hayitgoh ham deyiladi. Hayitgoh, hayitgoh. Hayitgoh. Nimaga? Chunki payg'ambar alayhisalom bu joyda bir gal jamoa bilan chiqib, mana shu joyga minbar o'rnatib, hayit namozini o'qidilar. Hayit namozini shu joyda o'qiganliklari uchun bu joy hayitgoh namozi ham deyiladi. Bu joyga qachon masjid barpo etildi? Payg'ambar alayhisalomning muborak qadamlari yetgan joylarga masjid qurish odobi tobeiylar davridan boshlandi. Ayniqsa tobeiylardan Hazrati Umarning nabiralari Umar ibn Abdulaziz davrlarida mana shu joyda masjid barpo etildi. Juda ham ko'p joylarda masjidlar barpo etilishiga shu odam sababchi bo'lgan. Makka da ham, Madinada ham. Mana shu joyda ilk masjid barpo etildi va yillar davomida yangilanib, restavratsiya bo'lib, boshqatdan qurilib kelaverdi. Mana bu holatdagi masjid, mana qora toshlar, bu qora toshlar Madina atrofidagi qora toshlar. Buni hali Madina atrofini aylansak ko'ramiz. Bu yerda juda ko'p bu qora toshlar. Mana shu qora toshlarni yo'nib qurilgan masjid Usmoniylar davriga, Abdulmajidxon davriga to'g'ri keladi. Mana bir necha gumbazlardan iborat masjid va mana katta minorali uslubda qurilgan. Masjid-i Nabaviy atrofidagi masjidlarda jamoa namozi, 5 mahalliy namozlar, juma namozlari o'qilmaydi. Chunki bu joyda masjid yaqin. Shu sababdan bu joylardagi masjidlarda faqat nafl namozlar o'qiladi. Bu yerda bir nechta masjidlarni ziyoratiga boramiz va birortasida ham faqat nafl namozlar o'qiladi xolos. Mana hozir demak payg'ambar alayhisalom bilan tarixi bog'langan joy ziyoratida turibmiz. Biz juda ham bugun baxtlimiz. Biz hozir shu sizlar bilan Madina Munavvarada hayotimizning eng baxtli, saodatli kunlarini yashab turibmiz. Bizni maqtanadigan narsalarimiz bor. Chunki biz Rasulullohning muborak qadamlari yetgan joylarda yuribmiz. Sahoba-i kiromlarning muborak qadamlari yetgan joylarda turibmiz. Mana hozir biz inshaalloh hoji akalarimiz mana bu joydan kiramiz. 2 rakat nafl namoz o'qib, hoji onalarimiz mana bu yo'ndan kiriladi. Shundoq kiramizda yana tezlik bilan boring va bir 4 rakat namoz o'qigunchalik vaqt mobaynida shunday. Ma'qulmi? Tez yig'ilib chiqamiz.